60 santimetrdan tepada bo'lsa, kurtak payvandni sentyabrda qo'yasiz. Eng to'g'ri shu. Faqat balanga payvand qo'yish mumkin emas. 1 metrga 2 metrga mumkin emas. Qo'ysa bo'ladi. Agar tepadan bo'lsa ham mevasini olaman, keyin pul topib bir chekkadan yengilab olaman, uzoq ushamayman desangiz, 1 metrdan ham tepaga qo'yavering. Lekin to'g'riroq chiqmaydi undan. Bu birinchi masala. Ikkinchi yo'lingiz bor, agar tepadan shoxlar 1 metrgacha yalang'och bo'lib, tepada shox bo'lsa, siz xohlamasangiz shu ishni qilishni, payvand tepaga qo'yishni bahorda 50 dan kesasiz. 50 dan, Yo'keradi. 50 dan. Kerbovka qilsa bo'ladimi? Yo'q, kerbovka nima kerak? Hozir nav almashtirish haqida gaplashyapmiz. Kerbovkani endi gaplashamiz. Hozir. 200 da. Hop burilib ketamiz. Fikr tugatib olyapmiz. Endi Qaroratiga qarang, 50 kesdingiz. Tegidan chiqadimi, yonidan chiqadimi bizga qiziq emas. Payvandni keyin sentyabrda qo'yasiz. Faqat bitta minusi bor bu. Ildiz baquvvat bo'lganda kurtak payvandni yutib yuboradilar. Bu rivojlanmay qoladi. Chiqib ketadi ishiga, ko'rganmiz. Bo'lganman, men ko'rganman. Chiqib ketadi. Ya yo'q bo'lib ketadi. Payvandni tayyorladingiz. Sentyabrda kurtak payvand qo'ydingiz. Bu ani 2 yoshli ko'chatga payvand qo'yganga teng bo'lmaydi hech qachon. Ag'ru 6 yillik payvandni yeb qo'yadi. Yorma qilsa bo'ladimi? Yormani keyin xuddi shuni yorma qilasiz bahorda. Yormani yomon tomoni kurtakdan tutish foizi past bo'ladi. Ayniqsa danak birinchidan, ikkinchidan keyin shamol olsa sanadi. Endi uni yo'li o'skanda saqlash kerak-ku, saqlasa bo'ladi. Mazarbek, bizda bir shunday sulushi Farhod bo'ldi. aka sizga. Bitta sulushi bo'ldi. Bir yigit 2022 yili Eng olib keladida, o'sha zo'ri g'olibiy bo'lsa. sertsani olib keladida 200 tupni egadi. 100 tupni bu bog'iga, 100 tupni bu bog'iga. Uy yonida deydi 30% u sariq gilos ham qo'shib bergan ular. Ular bergan shunida aksiga olib turib o'sha sariq gilosni ikkita bog'ida ham ko'karmay qolgan. Bu yuravergan. Bugun bo'ladi, ertaga bo'ladi, bugun bo'ladi. Mana endi yaqinda bizni olib bordik, ko'rsatdik, ko'rdik. Absolut meva yo'q. Endi u o'sha 4-yili bu yil. Bo'yi ham o'sha 5 metrga borgan. Shaklda ham tashab qo'ygan, hech qanaqa shakli yo'q. Endi unga biz maslahat beryapmiz. Bizning maslahatimiz shunday. Birinchidan, mayda oxirida o'rtalarini ochib turib, mana unda katta shoxlarni ochib turib g'azasimon qilish birinchi navbat. Ikkinchi navbat, avgust boshida mana shunday uchidagi nimalarni qirqish. Tepasini bir 15-20 sm tekis qirqib chiqish. Butun mana bunaqa o'sallarni olib tashlash. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, kelasi yili bahorda ikkita shoxiga yorma sopiq qilish. Sariq gilosdan. Shunaqa maslahatimiz bo'ladimi? Ili ashibki bormi shu yerda? Yo'q. Ili qo'shimcha bormi? Yaxshi fikr bergansiz Farhod aka. Aha. Men aytaman, tajriba Ana yaxshi bahodir. bog'dorchilik. Faqat umumiy olib qaraganda bu ish natijasi baribir yaxshi bo'lmaydi. Yorma, daneli mevalarda yaxshi. Not bo'lsa 7 yoshda ham almashtirib olsa bo'ladi. Yorma qilib. Olma bo'lsa, lekin shaftoli gilosni qiyin, bodomni qiyin. Unda uning yana bir varianti, boyaga aytganingizdek korchopga qiladida, o'sha yerga kurtak sop qilsa ham mana u nima olib ketish qisib ketadi dedingiz. Xullas, to'g'ri narsa ekmasingiz bosh og'rib. Ana. To'g'risi shu. Uni eng zo'r varianti shunda qachoncha qilib turib, uni yengida ekkan eng yaxshi ekanda. Lekin u rasxoddan qochmasa. Fermer rasxoddan qochmasa. Pul bo'lsa. Changlatuvchi qanaqadir dori Changlatuvchi dori yo'q. Changlatuvchi. Yaxshi mana qarab. Ana. Haqadir yazib. Shu. Shu bormi? Shu bor. Shu. Qiyin bo'lyapti-da shu. Yoqmayapti-da menga. Mana ham yomon ko'rinib Endi shu ichida. Ana, hozir bu qop ketadi, keyin so'kib yushadi-da, bu kun bilan kesib ketadi. Mansarbek 1 minut. Ne var lan? Ben kuruvchiman. O yilda ochdim, mana qiziqaman-da. Shu benda olcha ko'p. Qoraqalpoq eli qilamanmi? Qiziqib, saytingiz bor. Ko'rib turamiz Zakriya kanalingiz. O'shanda Shomog'ulimda bu qudalarim bor, bir olib ketib, bir 10 yil burun bir olchaga sotdim. Bulardan gilasni olib keldi. Ulardan gilasni olib ketdim. Rustam Kurazov Rustamda ham boshida, bilasizlar. Aha, aytavering. Shurada ham Shomog'ulimda ketdi.
Shu hozir endi menimcha bo'ldi shunaqa meva qiladi gilos 12 ta. Bilamiz. Yildan yili narxda hosil qiladi. Qarangda. Kishina 15 soat. Bitta savol. Ertaroq pishadi. Qachon pishadi? Muddati. Mana o'zi pishdi. Mana bugun hozir mana. Doda, shu lekin qo'shasi ko'p-da. to'g'ri ma'lumot yetkazish Qo'shasiz uchun to'g'ri ma'lumot yetkazaylik odamlarga. Siz yaxshi narsani qildingiz. Sizni navingiz bahor navi. Shuning uchun so'rab keldim men. Seni so'rash. Sizni Mana navingiz bu aytgan mahalliy mahalliyning ikkitasi bor. Bahor. Bahor Ana o'zini birdiki o'zi changlatadi. Ana. Shu bo'ladi. Qo'shalog'i juda ko'p. Ozgina nordon, yumshoq bo'ladi. Qo'shalog'i ko'p. Nordonrog'ang ozgina sho'rtakran. Salgina men Salgina. uncha Endi o'zi qarang. tuz yemayman men. Xuddi shuni kech pishadigani, ya'ni baloviy sertsi, toshkent gilos mazali bo'ladi. Bilan Qo'shaloq to'g'rilaymiz. lekin kam soladi. Kam soladi. Endi o'zini o'zi changlatadi. Changlatmaydi. Xonadon uchun sizni ekkan navingiz mukammal. Menga muhayyo uchun Katta bog' ma'qul. uchun bo'lmaydi, chunki u yumshoq. Qo'shnilarim so'raydi-da, qo'shnilar o'nta, Qo'shaloq beshta o'zini tomorkasiga ekanda durant 10 yil bo'ldi, bir ham gilos yo'q. Bo'ladi. Erta pishadi. 10 Shu mayda uyimda bor shu. 5-10 mayda. O'zlarimiz ishchi bozorlarga to'g'ri keladilar. Ichki bozorga ham ketaveradi. Ish bozorga. Bizlar balla yesak, Yo'q, bizlar balkon emasman men. Samarqandda. Malaka shu. Cho'g'i kamayib ketyapti. Shu yerga Qo'shlarda yo'q ishingda. Yangi bir bo'lib ketdi. Bu kombaynchilar emasmi? U kombaynchi emasmi? U slaytlar. Kim? Kuryazov Rustam. Bu agronom o'zi o'qishni ichida o'qigan, bir joramim bilan o'qigan. Ne deyishiydi var? Shu bog'i bor, fermer, Riyaz Rustam deydi. Bağlı olsa ben danışın gerek. Danidan sen bulan.